Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugun sizlarga O'zbekistonda 3-4 yil oldin rosa ham qiyin bo'lgan topish donat shoptolni ko'rsatamiz. Mahalliy nomi tugmacha ham deyishib olgan, lekin qaragan odam maza qilib o'tyapti. Qaranglar, buni bilesli kачествосiga e'tibor berasizlar. Juda chiroyli, qolgan daraxtlarni ham ko'rsatib qo'ydik. Mana hozir quvadamiz. Bu hosilni qarang, finaligidan daraxt hosil olishni boshlaydi. Yaqin yirik bilanlardan buni olib kelishda ko'rsatib qo'ying. Buni qarang, hosilini. Donat. Buni yorilishini ham yechimi bor. Ozmoz yoriladi. Yorilishiga kalsiyni sepasizlar, pastga qaraganini qo'yasizlar. Mana yorug'i yo'q. Iloji bo'lsa, shu aytishyapti. Sekretni ochamiz deb turib bitta joyda aytishdi. Buni oraliq masofasini 1,5 metrga ekib turib, barg bilan bu barg tagida yorilmas ekan. O'shaning uchun qalinroq ekishlaringizni tavsiya beramiz. Mana shunday qadoqlarda hozir bozorlarga chiqib ketyapti. 60 ming so'm sotilganini ko'zimiz bilan ko'rdik. 1 kilosi 60 ming so'm. Hozir buni terib joyladik. Xuddi shunday qilib turib katta yashiqqa solinadi 60 ming so'mdan. Yana bitta narsani aytaman. Bunaqa shirin shoptoli yo'q. Bunaqa shirin shoptoli yo'q, o'rtoqlar. Mana uzib deb ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtoqlar, ha, qarang. Ko'rinishi bismillahirrohmanirrohim. Suvlar chachirab ketdi. Ichi oq tusda bo'ladi. 1-2 o'lchaydigan bo'lsa, tomizsalaring, to'g'ri shakar bilan tomizsalaring bir xil chiqaveradi. Shu darajada shirin. Sog' bo'linglar, ko'chatni kerak bo'lsa ko'paytirib qo'yganmiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Salomat bo'linglar.